Dacha deysanmi? Dachani bosh yo'g'i 1 yildan keyin boshlaydi. Har 6 oyda telefon qilib xabar olib tur. Tushunmadim, nima qildim men shunda? Dachaga qiz olib chiqibsan, bratishka. Jinniromisan, o'zim xotinim bola chaqami? Kam, yaxshi pulga odam olib qo'yganman. Bo'shatlaring 1 soatdan keyin dachani tozalagan qizlar keladi. Mana dacha, mana basseyn. Tepaga chiqmalaring. Nimaga? Oila qo'yganman. Keyin basseynni kelishollaring, galma-galdan cho'sarlar. Bo'sh qolsalaring o'tlar bor, yulib orasanlar, uka. Voy, aka, g'alati emasmi? Bizga umuman boshqa narsa ko'rsatasiz, bosh joyga olib Bo'ldi kelyapsiz. qilib, ko'p gapirar yoqsa shu, yo'qmasa katta ko'cha. Qolasanmi yo'qmi? Yo'q, bo'ldi, aka, qolamiz. Hozir bolalarni chaqirib kel, bolalar. Sana davay. Qaba qolib. Rahmat aka. Dacha bo'shagan odam qo'yib yuboraylik. Kim aytdi bo'shdim? Rossiyadan nozim mehmonlarim keldi. Voy, ular hali keladimi, kelmaydimi, zakalat ham tashlamaganni. Bosh to'liq qilib olishgan. O qanaqa qilib? Milliy Pay ilovasi orqali Rossiyada turib O'zbekistonning hamma kartasiga pul o'tkazsa bo'ladi. Keyin naqd pul yuborsa ham bo'ladi, zo'r kurslarda. Hozir 20-avgustgacha aksiya qilishyapti. 15 ta Samsung A17 telefon yutolsang bo'ldi. Atigi 10 ming rubl o'tkazasan, aksiya ishtirokchisiga aylanasan. Hammaga to'ttirman. Ana, dada ko'la keldi. Bo'pti, bor. Dada ko'la. Okay, biz Instagramda blogermiz-a-da. Barterga ishlasak bo'ladimi? Dachani reklama qilib beramiz, 2 kun dam olamiz. Voy uka, xohlasalaring masallarni reklama qilib beraman. Bilasan, Telegramimda story'imni 100 ming ta odam ko'radi. Dacha bo'shab qolarmikin deb.